Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Bugungi videoda sizlar bilan Drazer Legend kanali uzoq vaqtdan buyon video chiqmadi. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Endi bundan buyog'iga ko'proq videolar qilishga harakat qilaman. Bugungi videomiz nima haqida bo'ladi? Hozir mana shu akkauntni olib qo'ydim. Bir obunachimizdan oldim va bu akkauntda obzor qilib bering deb iltimos qilganlar uchun bu akkauntni hozir obzor qilamiz. Keyin o'zimizni qora akkauntimizga o'tib turib, DLS haqidagi ma'lumotlar va coin olmasini qanday qilib tezroq va ko'proq holatda yig'ishni o'rgatib o'taman. Demak, akkauntni statistikasiga keladigan bo'lsak, akkaunt 35 Polov Rofi 5, ya'ni tikushi rank ko'rinishida Paveda 369 ta. Va bu obunachimiz Real Madrid muxlisi ekan. Hozirgi mishmish emas, lekin rasman bo'lib qolishi ham mumkin. Jurgen Klopp deb yozib qo'yilgan ekan va akkaunt reytingi 82.2. Stadion hatto full emas. Bu akkauntni bot deyishinglar mumkin, nimaga oldingiz deyishinglar mumkin. Bu akkauntda noyob o'yinchilar bor ekan, shuning uchun ham olish mayli deb qo'yib berishga va'da berdim. Obunachimizga kattakon rahmat aytamiz va biz videoni boshlaymiz. Ko'rib turibsizlar, O'zbekiston bayrog'i qo'yib qo'yilgan. 35 ta birinchi o'rin, bitta ikkinchi o'rin, bitta uchinchi o'rin olingan ushbu akkauntga. Demak, akkauntni o'ziga kelayotgan bo'lsak, coin olmasi ko'p emas. Yashil o'yinchi ham tushirilmagan. Hatto ko'rib turishingiz mumkin, bunday arzon futbolchilar ham kelib turadi. Endi esa akkauntni o'ziga kelsak, 12 ta ekan akkaunt. O'zi xuddi shu ko'rinishda, to'g'ri bu bot deyishinglar mumkin, lekin aynan mana bu futbolchi hamda mana bu futbolchi bu akkauntni bezab turibdi. Demak, boshlaymiz. Darvozada 89 reytingda Weissach Chesney, Barselonaning bo'yi baland bo'lgan ikkinchi raqamli darvozabon hisoblanadi va bizda Al-Hilolning yangi futbolchisi, chap qanot himoyachisi Teo Hernandez darajasi 82 edi. Kuchaytirgichga 83 holatiga yetib kelgan va bizda Real Madridga yaqindagina o'tgan Dean Howson bo'yi juda baland, ikki oyoqda ham bir xil o'ynay olar ekan. 76 lik kartasi, hozir esa 79 ga chiqqan va bizda yaqindagina sotib olindi. Shu akkauntga o'zim sotib oldim, William Saliba. Ko'rib turishinglar mumkin, Arsenal futbolchisi va bu qanotda, ya'ni o'z pozitsiyasi bu qanot bo'lgan, lekin bu qanotda o'ynayotgan Barsa muxlislar uchun ajoyib futbolchi, tanishadi, bilishadi, hurmat qilishadi. Tezliklari juda zo'r va bu bizda Jordi Alba va qanot hujumchisi sifatida Bavariyani yondirayotgan futbolchi Michael Olise, hozir 84 bo'lgan, 83licha olib qo'yilgan. Va bizda Kevin De Bruynening 83 kartasi ham bor ekan. Fitnessdan menimcha bitta ham 100 chiqib qolishi mumkin, lekin baribir qiyin. Atborlari ham juda ko'tarilib ketibdi. Men 86 sini olganimda 66 edi, hatto bitta tegmasdan turib 66 darajasida full bo'lgan. Va bizda keyingi futbolchi Liverpoolning top transferlaridan biri Florian Wirtz bo'ladi. 83 o'sha yaqinda qo'shilgan, sotib olingan. Sillaga bitta qo'shilgan ekan, 59 bo'lar edi. Shuni hisobiga ham kuchaytirishdi ekan. Cole Palmer 82 lik darajasi bo'lishi kerak. Chunki 3lik kartasida Silla 67 bo'lar edi. Kuchaytirgan desanglar, unda tezlik ham 78 bo'lar. Unda juda ko'p kuchayib ketgan deya olmaymiz. Texnika juda kuchli bu futbolchida. Uni esa chap qanot hujumiga joylashtirdik va bizda yulduz futbolchi Al Nassr futbolchisi Cristiano Ronaldo ham bor va akkaunt bezagi bo'lgan
Romelu Lukaku ham bor. Demak, statistikalarni ko'rib turishinglar mumkin. Lukakudan bemalol tepadan 400, zarba 85 plus holatida full bo'lishi mumkin va eng asosiysi umumiy daraja 93 holatda full bo'ladi. Demak, bizda Modric ham bor, Milanning yangi futbolchisi, u ham shu yil, Cabral 24, Post shu yil, Flamingo shu yil, Koko shu yil bo'ldi. Bu akkauntda boshqa hech qanday qizg'in narsa yo'q. Na yashil futbolchi, na boshqa futbolchilar tushirilmagan, lekin DLC 2022da ozgina o'ynab Alba hamda Lukakular sotib olingan akkaunt. Boshqa umuman o'ynalmay turib DLC 2024da bir o'ynalgan va DLC 2026da bir marta ochilmoqda. Endi esa DLC haqidagi boshqa ma'lumotlarimizni aytib o'taman. Hozir o'zimizning akkauntimizga o'tib olishimiz kerak. Vaqtinchalik pauza qilib turaman. Va mana o'zimizning akkauntimizga ham o'tib oldik. Bu akkauntda deyarli o'zgarishlar bo'lmagan, lekin sovrinlari, XP'lari ko'paygan bo'lishi mumkin va bu akkauntimiz o'zgargan. Bu Nunamedish 91 qilindi, 400 chiqdi o'zi. Va keyingi o'yinchimiz Robertson 200 chiqdi. Super darajadagi full holati. Hozir 1 daqiqaga tanaffus qilib turamiz. Va ko'rib turganingizdek, bu akkauntimizda Lewandowskidan 400 chiqdi pashti. Jorginho full holatiga olib kelindi, zo'r holatda. Robertson bosilib ketdi yana. Alaba bizda full holatiga yetib keldi, ammo umuman qoniqarsiz darajadagi full holati. Hatto bitta ham 100 chiqmadi, deyarli bitta deb hisoblasak bo'ladi. Va Dembele 90 holatiga 200 chiqib bo'ldi o'zi. Rafinha ham akkauntinglarda Rafinha bo'lmasa agar, maslahatim olib qo'yinglar. Chunki Rafinha burchak to'plardan juda zo'r chiqarar ekan. Men o'zim shaxsan sinab ko'rdim. Tavsiya beraman Rafinha sotib olishinglarni. Va bizda keyingi futbolchi Florian Wirtz bo'ladi. Florian Wirtz juda starga qo'shilib ketib qoldi. Nechta qo'shildi? 11 ga 15 ta straga ketib qoldi. Ko'rib turishinglar mumkin, hali bitta ham 100 chiqqan, yo pashti bitta 100 chiqdi desak ham bo'laveradi va bizda Lamine Yamal bitta 100 chiqdi. Tezlik o'ta kuchli ekan, o'ynatib ko'rishinglar mumkin bemalol agar bo'lsa akkauntinglarda. Har ikki bizda o'xshamay qolish ehtimoli bor va Pedri yaxshi ketmoqda. Bizda esa Gabriel ham bor, undan 400 chiqib ulgurdi deyarli. 400 bemalol chiqishini bilaman va taklinga 93 ida 94 bitta qo'shilib qoldi texnika bosilganda. Demak, biz klassik playerni olganimizni bilasiz. Kyle Walker ham 200 darajasi chiqdi, deyarli 3 ta chiqib qolar balki omadimiz kelsa. Xo'sh, endi sizlarga kecha shov-shuv tarqatgan bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Bu ma'lumot nima desanglar, bu ma'lumot DLC'ni o'chirganlar qaytib tortolmayapti ekan. Nima bo'ldi desanglar, pulli qilib qo'yayotgan ekan DLC. Shuning uchun ham o'chirishinglarni maslahat bermayman. O'chirib yangilanishganda ham o'chirib tortib, bo'ldi, bo'lmadi, pulli qoldi deb o'tirmanglar. Shuning uchun akkauntingizga qo'yishni istamaysanglar, DLC'ni yangilamay qo'yaveringlar. Endi o'chirib tortish yo'qolgandan keyin o'z-o'zidan endi coin olmos yig'ish yoki sezon pass ochishlar ham kamayib ketishi mumkin, juda qimmatga tushib ketishi mumkin. Nima uchun? Chunki sezon passni ochib berish uchun o'chirib tortishadi DLC'ni. Shuning uchun ham hech kimga tavsiya bermayman buni o'chirib tortib akkauntinglarga quyib qolishni. Akkaunt kerak bo'lganlar uchun maslahat berib o'tyapman. Endi esa coin hamda olmoslarni qanday qilib ko'paytirish haqida o'tamiz. Mana ko'rib turishingizlar mumkin. Mana bu yerda 3 day, 4 day hozir ko'rsataman buni.
Xullas, nima qilsak bo'ladi? Hozir noto'g'ri tugma bosib ketdi. Dalsiga qaytib olamiz. Xo'sh. Hammadan uzr so'rayman bu vaziyat uchun. Mana bu yerda ko'rib turishingiz mumkin, challenges bo'limida pastki qismida olmoslar bor hamda mana bu yerda 10 ta va sezon pass ushlaganlar umumiy bajarishsa 30 tagacha olmos beradi. Mana bu yerda 40 ta olmos bor, bu yerda 175 ta, juda ko'p. O'ynasangiz prislari juda ko'p. Hamda mana bunday karyerani tugatsanglar, olmos ham beradi. Mana Aliaster match, divizion Aliaster match final. Hamda birinchi o'rin medallaringizga ham qo'shib beradi. Pulga keladigan bo'lsak, o'zingizni stadioningizda ko'proq, ya'ni mana bu chap qismida turganingizda mana bunday forma, ya'ni o'zgaryapti hozir. Mana Bvin turibdi. Aynan mana bunday, mana shu home bo'ladi. Mana tagiga ham yozib qo'yibdi. Mana shu formada faqat o'ynashingni maslahat beraman. Boshida ochko to'plash uchun 3-4 o'yinni bemalol o'ynab turib, keyin keraksiz matchlarda chiqib ketishingizni maslahat beraman. To'g'ri, mana bu medallarda kamroq berishi mumkin, lekin olmos juda ko'p beradi. Ma'lumotlar hammaga qiziq va yangi bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlarga yana bir yangilikni aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rganlar bo'lsa, qiziq holatda bo'lishi uchun videoni oxiriga bu yangilikni olib qo'ydim. 1000 ta obunachiga erishsam, ya'ni 100 nima demoqchi edim? Ya'ni 100 deb yuboribman. Yoz asligacha 25-may, ya'ni maktab tugashigacha agar men 1000 ta obunachiga erishadigan bo'lsam, 2 ta sezon pass va 2 ta full sariq akkauntni tekinga obunachilarimga tarqatib yuboraman. Agar norozi bo'layotgan bo'lsangiz, bitta-bittadan sariq, ya'ni noyob o'yinchisi bo'lgan akkauntlarimni ham tarqatib yuboraman. Videoda ko'rganingizdek boshida aytib o'tgan Jordi Albali akkaunt ana shu akkauntni tagida full sariq va o'zi turibdi. Ana shu akkauntlarni atayin olib qo'ydim. Xullas tushundinglar degan umiddaman. Va'da 1000 ta obunachi bo'lib beringlar. Bu videoga ham iloji boricha ko'proq like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Dilasiz legend kanali bo'ldi. Sog', salomat bo'linglar.